Lekin bolalar sizlar bilan ikkilanib abzorlarimiz ikkilanimizlar ekin bor ko'rsatib sizlar bilan ikkilanib abzor qani ketdi kimga xabar bermaysizlar birinchisi noto'g'ri bu bola pochga tiqaveradiganlardan u yerda mamlasi normal emas u lekin zo'r bola Ulovi mana. Ulovi ham oddiy mana. Yalanam. Bu bola lidligini full qo'ygan bolalardan. Bu muomalasi yaxshi. Bu azizga keladigan bo'lsa hamma yerdan yaxshi muomala qiladi. Bu esa bu bola ham zo'r. O'yinga kerak bo'lsa loppoyni mana joniyorlarni ham yirtib qo'yadigan. Bu bola pochga tiqaveradigan bolalardan. Bu bola esa hammaga yaxshi muomala qiladi, yatta kemaga oddiy o'yin oladi, lekin muomalasiga keladigan bo'lsa juda zo'r. Yanchaqim bu Erangi Livikda topirda o'zi olib, o'zi qilib chiqadi. Bu juda yomon. Timirjahon. Bu bola ham ayniqsa shu bilan yanchaqim bilan ikkovi juda. Hadigan bola bu ham tiqorgisi keladi, tiqadi. Bu yushilarni tiqib boshqa narsani qo'radi. Kosmos Nuriki bu bola eski sezon passetlardan bosib tikadi. Harmik ham bu bola juda zo'r o'ynaydi. Agar kim bu bola bilan lobbiga kirib qolsa, bu bola yutib 5 keda 6 keda qilishga aql yetadi. Knyaz 202. Bu bola ham juda zo'r, prosta bu otlarga qiziqadi. Pro keladigan bo'lsa, bu zo'r. Hammasida bittalikdan o'chib chiqadigan bola o'zi shu. Bu bola sniper ularda zo'r o'ynaydi. Kerak berib qo'ysangiz qo'liga lobbi kirsa, kerak bilan hammani o'ldirib, kerakda kirgan bolani bitta yo'qoladi boradi bu bola. Bu Insta degan bola juda zo'r o'ynaydi. Prosta bu muomalasi katta yaxshiroq Prosta yaxshiroq yatta. Bu Iha eng zo'r muomalali va zo'r o'ynaydigan bola. Bu hammasida zo'r o'ynaydi. Bizani o'zbeklar PUBG'dan chiqib ketgan, klanis qo'shlar aka deb kirgan. Qutulus bilan akkaunt bor, shu bot akkaunt ochib hammasini o'zi yengib bunday qilyapti. Bu Pro Ali bo'lsa eng zo'r igroklar. Bu ikkovini ko'rsatmayman, bu ikkovi chiqib ketgan endi PUBG'da mana. Bu bola Lupoy dinozor. Botlardan ham zo'r o'ynaydigan bola bu. Alijonov M24 bir shahada. Mana bu shah M306da. Qani, juda o'xshash. Endi mana bundan qizaqis bu o'zicha nimalarni qilib oladi. Akkaunt bot bo'lgan o'ynashi bot emas. Bu o'ynaydi. Bu mana Niki mana Shaha mana ular indamasdan yuqori mana Bugattilar. Indamasdan-da mana. Padbo Avelion esdan chiqibdi. X6 Bugatti. Bular uchovi juda zo'r igroklar. Mana bola keladigan bo'lsa, mana ikkita bola, bu ikkita bola o'ynashini ko'rsanglar, sizlar hayron bo'lasiz. Hozir PUBG'dan chiqib ketgan. Nega bo'lish? Ko'rmaydi desanglar, bu bola o'zim bot akkaunt. Mana Real Ultra. Bu ikkovi o'ynash juda zo'r bo'lgan. Mana shu ikkita bolani o'ynadim. Mana sizlar mana bitta bolani kontini ko'rsataman mana. Kerak full. Bu 1 level. Bu 3 level. Bu to'g'risi ham. Set bu, hammasi bu. Kapitan set bu. Sharaf kirsa ham yutaman.
lekin mana 33 level. Narsaga keladiganimizda mana oldi narsalar. Mana buni olgandan mana 4 ta shilim bor, shular bor. Ashkalari bor, bular bor. Keyin bu bolaga ya huy. Bitta akkauntimdan donat qilgan, bu akkaunt banka kirib ketgan. Hozir yig'layapti. Bunday ham o'yin. Bola kuch. Bunday narsalar hech kimga bo'lmaydi. Mana akam bu bor. Akam kerak bunday. Mana ham bu. Bular bor. Bu ikkita bu ikkita. Juda zo'r akam. Normal narsalar bormi? Galaksiyasi bor. Sizlar bilan ko'rishamiz. Hammaga xayr do'stlar. Hammaga xayr. Do'stlar, sizlar bilan istiraham uchun zo'r kontentlar qilib borishga urinamiz. Hop.